Uchinchi guruhimiz. Mavzuga tayyormizmi? Yo'lda va transportda xavfsizlik. Qani, kim aytadi? Biz yo'l harakatlariga amal qilishimiz kerak. Biz yo'lda o'tayotganimizda birinchi o'ng tarafimizga qarab, avtomobil yo'qligini bilib bo'lganimizdan keyin chap tarafga qarab, avtomobil yo'qligini bilganimizdan so'ng yo'lda o'tishimiz kerak. Barakalla. Yana kim gapiradi? Mashinalar qizil yo'lda to'xtaydi, sariqda tayyor bo'ladi, yashilda haydaydi. Odamlar yuradigan svetoforlar ikkita rangdan iborat. Biri qizil, biri yashil. Qizil bo'lganda to'xtaymiz, yashil bo'lganda yuramiz. Odamlar mashinalar yuradigan yo'lda yuradimi? Yo'q, zebra yo'lida yuradi. Zebra yo'lagidan, yo'lning u tomonidan bu tomoniga o'tishi mumkin. Lekin piyodalar uchun ham alohida yo'l ajratilganmi? U qanday yo'l deyiladi? Zebra yo'lida Piyodalar yo'lakchasi. Barakalla bolajonlar. Taqdimotimizni yaxshi o'tkazdikmi? Qani, qolgan guruhlar?